siymo xalqimizga Al-Jamol nomi bilan tanilgan yozuvchi, dramaturg, jurnalist Jamoliddin Asomiddinov. U televizion miniatyuralar teatri, Otalar so'zi aqlning ko'zi kabi teleloyihalar asoschilaridan, tashkilotchilaridan biri bo'lgan va ko'plab ssenariylar muallifi hamdir. Al-Jamol taxallusi bilan ijod qilib, millionlar qalbini zabt eta olgan Jamoliddin Asomiddinovning bu qadar mashhurligining siri nimada ekan? Xayolimizga shunday savol kelishi bilan beixtiyor ko'z oldimizga televizion miniatyuralar teatri keladi. Kichik hajviy asarlar, ichaguzda hangomalar bilan xalq orasida teleminiatyuralar nomila ma'lumi mashhur bo'lgan ko'rsatuv asoschilaridan biri ham Al-Jamol ekanligini ko'pchilik bilarmikan? Siz miriqib tomosha qilgan televizion miniatyura teatriga Al-Jamol asos solgan. Adib ijodiy faoliyati davomida 200 dan ortiq intermediyalar yozgan. Hozirgacha teleekranlardan tushmay kelayotgan qator telespektakllar muallifi hamdir. Jamoliddin Asomiddinovni Al-Jamol taxallusini olishiga bir mudhish voqea sabab bo'lgan. Farzand dog'i. Bu uni bir umr azobladi, ammo o'g'lining o'chmas xotirasi uchun yildan yilga, oydan oyga, kundan kunga qalam tebratishdan to'xtamadi. Mani ukam bo'lgan, mendan keyin albatta bizning oramiz 1,5 yosh bo'lgan. Bu nihoyatda agarda hayot bo'lganda yo Abdulla Oripov bo'lardi, yo Erkin Vohidov bo'lardi. Butun maktabda istan gazetalar hammasi o'shani maqolalari bilan, o'shani yozgan asarlari bilan chiqardi. Devoriy gazeta. Devoriy gazetaga. Nechinchi sinfda? 7-sinfda. Adamlar uni otini Alpiddin qo'ygandilar. Kunlar suv bo'lgan, sini marhamatni ko'tarib, bizani uyimiz oldida katta kolkos suv o'tardi. Shu yerga chiqib o'tirishganda mashina kelib ikkalovini suvga tushirib yuborgan. Endi mana bir tasavvur qiling, otani ahvolini, onani ahvolini, ikkita farzandni bir kunda yo'qotish, bu juda og'ir musibat. Buni har ota-ona ko'tarishi qiyin bo'ladi buni. Mana Alpiddin bo'lgani uchun odamlar shu o'zlarini oti Jamoliddin bo'lgan, Alpiddinni alif qilib olib, shu Alif Jamol degan shuni ruhi o'chib ketmasin deb shu Al-Jamol taxallusi shundan paydo bo'lgan. Inson hayotda ismi jismiga ma'no bo'larkan, o'sha ismi yo'ldosh bo'larkan har bir insonga. Men buvamlarni yoshligimdan eslayman, har doim juda ziyrak edilar, juda ham aqlli, juda ham bir so'zli, yaxshi hamsuhbat bo'lganlar dedi. Har doim o'sha avtobusda ketsalar ham yonlarida begona odamni ham shunaqa bir yaxshi muomalada bo'lib, o'sha insonlar shunaqa do'stlashib ketar ekanlarki, o'sha inson ham xuddi bir necha yildan beri tanigan, bilgan do'stdek muomala qilib ketar ekan. Yozuvchilik yo'nalishida ketishlarini bir fojiali tarixi bor. O'sha eng sevimli, eng umid qilgan, juda ham bir kelajakda bir katta buyuk inson deb ko'rgan farzandlari olamdan o'tib qoladi 12 yoshida. U Alpiddin amakimlar, ularda ham yozuvchilik qobiliyati bo'ladi, ham rassomlik qobiliyati bo'ladi. Undan juda ham umidlari katta bo'ladi Jamoliddin dadamlarni. Bu Alpiddin amakimlar 11 yoshlarida maktablarda pyesalar qilar ekanlar, kichik pyesalar sahnalashtirar ekanlar. Shunaqa chiroyli she'rlar yozar ekanlar. O'sha she'rlarni, pyesalarni odamlar 4 tomli tanlangan asarlarni ichiga o'zlarining akalari Alpiddin amakini 11 yoshlar yigitda she'rlarini, pyesalarni shu kitoblarda chop ettirdilar. O'sha bir kunda ham qizlari, ham o'sha o'g'illari bir kunda mashina yurib olamdan o'tib qolishgan. Buvam rahmatlining bir kunda sochlariga oq tushib qolgan ekan. O'sha kuni qasam ichgan ekanlarki, bolam siz o'lmadingiz, sizni ijodingizni men davom ettiraman deb
vulqon bo'lib otilib chiqqan ekanlar. Hayot qiziq. Ota farzandini nomi barhayot bo'lishi uchun taxallusini olsa va o'lmas asarlar muallifiga aylansa. Otaning boshqa farzandlari adibning o'zi va asarlari asrlarga tatigulik bo'lish uchun muhrlash umidida yashasa. Bu qanday oqibat, qanday tarbiya, qanday mehr muhabbat ekan. Odamlar to'g'risidagi ishlarni boshlaganimda hamma vaqt yo'lim ochilib turdi. Xudoni o'zi o'ynayotganligini sezib turardi. Ruhlari shod bo'lsin. Hech qatda qiynalmadim. Hamma vaqt yo'lim ochiq bo'ldi. Bir kun shu odamlar vafot etganlariga bir 3-4 yil bo'lgan edi. Men metroni ostanovkasida Hamid Ziyayev ko'rib qoldim. Azamat Ziyoni otalari bizga qo'shni bo'lib turardilar. Bir pas gaplashib qoldik. Shunda aytdilarki, Abdurahmon, shu otangizlarni ko'pchilik odam tanirdi. Ularni ko'pchiligi hozir hayot. Shu xotiralarini yozdirtirib qo'ying. Bular hammasi g'animat odam dedilar-da. Endi aqlli odam edi, dono. Yozuvchi odam. Po'lat Mo'minning oldilariga bordim, oldilariga bordim. Keyin Hafiz Abdusamatov oldilariga bordim. 15 tacha odam oldiga borib, Frunze Jo'rayev oldilariga bordim. 15 tacha odamdan shu odamlar to'g'risidagi xotiralarini yozib berishligini iltimos qildim. Hammasi 15 tacha odam yozib berdik. O'shaniki bitta kitob qilib chiqarib turdim. Ular satirik asarlar yozish bilan birga dramalar, kichik hajmdagi insinurovkalar yozdilar va ora-chora pyesa ham yozib turdilar. Otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuviga 10 dan ortiq asar yozib berdilar. Ana shulardan biri haqida gapirmoqchiman. Bundan 50 yil, 40 yil ilgari qabristonlar ancha e'tibordan chetda bo'ldi va qarovsiz bo'lib qoldi. Hatto qabrning egalari ham qabristonga borishdan cho'chishgan qolishdi. Shunda Jamoliddin aka bir chiroyli otalar so'zi aqlning ko'zi yozib berdi. Assalomu alaykum ota. Va alaykum assalom. Bu yerda kimingiz yotibdi? Bu yerda onam yotibdilar. Onam hayotlik vaqtlarida gullarni yaxshi ko'rardilar. Barakallah. Yaxshi, e'zozlab sonangizmi? Shularni tozalagan kelgandim. Barakallah, rahmat, sog' bo'ling. Olmay o'g'lim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Barakallah. Qanday chiroyli gullar ekibsiz. Kimingiz yotdi bu yerda? Dadamlar yotibdilar. 7 yil bo'ldi. Dadangizni yaxshi e'zozsiz. Bu gullarni keliningiz ekdilar. Har dam olish kuni birga kelib gullarga suv qo'yardik. Nodirbek, ana ko'ryapsizmi? Kimning qabri gul ochgan chaman, uning farzandlari gul urug'ini sochgan. Kimningdir qabri o't bosgan tikan, uning farzandlari mutlaq o'lgan. Ertasi kundan boshlab O'zbekiston televideniyasiga juda ko'plab xatlar, qo'ng'iroqlar bo'ldi. Va ular o'zlarini, avlodlarini, o'tib ketgan ota-onalarni, buvalarini qabriga borib, ularni obod qilishdi. Gullar ekishdi. Bunda albatta Jamoliddin akaning mehnatlari juda katta. Ana shunday asarlardan biri Mehribonlar asari.
Jamoliddin akaning bu asari O'zbekistondagi barcha teatrlarda qo'yilib chiqdi. Va oxir oqibat biz uni Toychoq nomi bilan ko'p qismli seriya qilib tomoshabinlarga taqdim qildik. Bu kitobni to'plami chiqish tarixini sizlarga qisqacha aytib o'tmoqchi edim. Sirojiddin Said yozuvchilar uyushmasini boshlig'i meni taklif qildilar. Shu adezni to'plamlarini biza nashriyotda pechat qilib chiqarmoqchimiz. Shundan so'ng bu kitob nashr bo'lib chiqdi. Kitob nashr bo'lib chiqqandan keyin otamni 110 yillik yubileyini yozuvchilar uyushmasida o'tkazishni maslahat qildik. Mani kichkina farzandim Islombek, kelinim bilan birga Angliyada o'qishayotgan edi. Shunda Angliyadan Oksford universitetini 4 ta professorini yubileyga chaqirtirildi. O'zbek tilini Oksfordda alifbosini o'rgatish bo'yicha ham ular bu yerga keldi. Amerikadan yana bir professor keldi. Yozuvchilar uyushmasida juda ham katta yig'ilish bo'ldi. Hozirgi kunda Oksford universitetida ham shu Andijonlik mehribonlar asari programmaga qo'shilgan. Undan tashqari oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin chet eldan iltimoslar tushgandan keyin yozuvchilar uyushmasiga shu mehribonlarni ingliz tilida tarjima qilib chiqarsanglar deb iltimos qilishgan ekan. Yozuvchilar uyushmasini tashabbusi bilan bu perevod bo'lib, yozuvchilar uyushmasida bu asar ham ingliz tilida chop etildi. Hozirgi kunda bu asar Misr davlatini Aleksandriya degan shahrida dunyoda eng katta bibliotekadan bittasi. O'sha bibliotekada ham saqlanyapti. Odamlar muxlislari, Andijonliklar yo O'zbekistonga qiziqayotgan insonlar bo'lsa, kirib bu asar bilan tanishyapti. Ko'ryapsiz mana qanaqangi bir futbol ishqibozlari O'zbekistondan qancha odam borib Amerikada shuni ishqibozi bo'lib ko'ryapti. Mana endi qarang, o'zimizda Paxtakor o'ynaganda mana ishdan kelayotgan butun ko'chalar yopilardi. Hamma yoq o'sha anaqa militsiya bilan o'ralib qo'yilardi. To'la odam bo'lardi. Shunaqangi bir ishqiboz bo'lardiki, shunda odamlar haligi futbolni yozib bergan bo'lsalar, odamlar buni qayta qilib necha yillar o'tib ketgan bo'lsa ham hozir mana televideniya shu chempion bo'lgandan buni qayta hamma programma berdi. Hamma programma ijtimoiy tarmoqlarda berdi. Erkash Karimov, Roza Karimani Mana endi qarang, epizod. Mana endi qarangki, shu futbol odamlarni qanaqa ishqibozligi, qanaqangi mana yutug'idan faxrlanishi, yutqizgandagi holati hammani o'ylantiradi, o'ylantirmay iloji yo'q bu asar. Shuni Al-Jamol qog'ozga tushirib ekranga taqdim qilgan. Nomard, o'ynolmasang, o'rtaga tushib nima qilasan? Keldingizmi adasi? Maosh oldimmi, omadimmi, san nima ishing bor? Voy, to'yni kam ko'rdi-chi? To'y? Qanaqa to'y? O'zi bu yog'i azir o'tiribdi-yu. Voy, azidan xudo asrasin. Bu safar yutqizgan bo'lsa, endigi safar yutar. Shunga ham shunchalikmi? Esim chiqazvardingiz? Sen qursan, chiq. Axir adasi. Jo'na. Siz bilan gaplashib oladigan ikki og'iz gapim bor edi. Qudayiz. Quda? Qudaydan o'rgildim. Quday? Kapeka. Bildingmi? Qudayni otasi ham kapeka. Chirimkash. Sen ham bir tiy. Onasi ham bir tiy. Hammasi bir tiy. Chiq. Odamlar faqat televizion miniatyuralar teatrini emas, otalar so'zi aqlni ko'zi eshittirishiga ham bir 15 dan ortiq o'sha Mualliflik qilgan. Tele ssenariyasini yozib berganlar. Ayniqsa televizion miniatyuralarni odamlar hayotliklari paytida shuni hech bo'lmasa o'sha televizion miniatyura teatri
bo'lganda juda ommabop bo'lib ketgan. Mashhur bo'lgan. O'sha o'z davrini juda mashhur bo'lgan. Eng o'sha yaxshi eshittirish televizion miniatyuralar teatri bo'lgan. Otalar so'zi ikkalasi. 15 dan ortiq pyesalar yaratdilar. Bir necha yuzlardan ortiq miniatyuralar yaratdilar. Bu ham rahmatli hayot paytlarida otalar so'zi aqlning ko'zi degan ko'rsatuv bo'lardi. O'shaning asoschisi bo'ldilar bu ham. Juda ham bir zo'r miniatyuralar yozdilar. U hozir hammasi oltin fondda saqlanadi. Endi shunda ulug' dargohda ulug' insonlarning navarasi bo'lish biz nevaralarga ham juda ham bir katta mas'uliyat kasb etadi, yuklaydi. Qaynatam, dodam rahmatli juda ko'p pyesalar, intermediyalar, miniatyuralar yozganlar, lekin hayotli davrlarida bironta asarlarini nashr qilishmagan. Qayerga borsalar ham shu senzura degan gap bor edi, hali mustaqillikdan oldingi davrlar. Partiya qarorlari, siyosiy qarorlar ko'rsatilmaganini vaj qilib qaytarishgan. Mani dodamlarni, qaynatam rahmatlining yozgan asarlari hammasi ommabop, xalqchil bo'lgan, hayotdan Xalqdan olingan, xalqqa berilgan. Xalqqa olingan, xalqqa berilgan. Qayerda nimani ko'rsalar, o'shani kerak bo'lsa tanqidiy tarzda shunga yozishganlar. Kerak bo'lsa shuni kulgi asosida o'shani kamchiligini ko'rsata bilganlar. Endi rahmatli bo'lib ketganlardan keyin qaynona oyim rahmatli Banisada edilar, qarab o'tiruvdim. Shoiraxon, shu dodangizni bironta asarlari nashr qilinmadi, siz olimasiz. Shuni shu Abdurahmonning yoniga qo'shilib, shularni ikkalovinglar birgalikda qilinglar dedilar. Hamma qo'lyozmalarni qaynotamikidan olib kelgan biza. Popka. Hamma qo'l bitta popkada, masalan, bitta pyesalari, asarlari bir necha variantda yozilgan. O'zgartirilgan har xil nusxalari. Bir qanotlanmagan joylarini tuzatganlarda oxirgi bir to'xtamga kelib, oxirida kengaytirib, o'sha bir nuqtaga kelib, o'sha asarni yakunlaganlar. Bu paytda hammasi qo'lyozma, mashinkalar yo'q, kompyuter yo'q. Kompyuterlar yo'q, unaqa paytda. O'sha bitta popkani ochaman, bitta asarlarni o'qiyman, hammasini o'qiymanda, o'shaning ichidan eng o'sha oxirgi variantini tanlaymanda ajratib qo'yaman. Buni pechatlatib keladilar. Mana shunaqa qilib, bularni hammasini qo'lyozmalarini jamlab berganman. Keyin bular o'sha harakat qilib nashriyotlarga borib, o'zlari o'qib chiqib, hamma asarlarni, intermediyalarni alohida, haligi pyesalarni alohida qilib joylashtirib, eng birinchi otam bilan suhbatlarim deb o'zlarini otalari, ota-bobolari haqidagi xotiralari kitob qilib chiqardilar. Ana undan keyin adalarini, hamma asarlarini kitob shakliga keltirib, tom asarlarini chiqardilar. 15 dan ortiq kitoblarni nashr ettirdilar. Oson bo'lmagan. Men o'ylaymanki, o'g'il farzand shu darajada ota-onaga mehribon. Mana hozir 75 dan oshgan bo'lsalar ham, hali ham otalari bilan yashaylar-da. Mana shu odamni pyesalarini oxirgi nashr etilmagan bir pyesalari bor ekan. O'shani hali nashr ettirmadim. Men otam haqida film qilishim kerak edi. Bir hujjatli film qildim, shuni oxiriga yetkazmadim, kengaytirishim kerak edi. Odamni yozgan asarlarini jamlab, hammasini otam haqida bir muzey ochishim kerak degan xayol bilan yurarlar-da. Assalomualaykum. Kelyapsizlarmi? Yo'q. Nima qilyapsizlar? Juda ajoyiblarda. Qaymoq yuboribdilar. Qarang. Qani bir baham ko'raylik. Bu yoqqa. Yo'q. Ularga yaqinroq. Avvalambor biz seni uyingga keks yo qaymoq yegani kelganimiz yo'q. Ani bu bor-ku, nima edi? Haligi bor-u, haligi. Nima edi? Hozir yes qilamiz. Endi tushundim. Shoshma. Bu qanaqasidan olib chiqarkin, ha? Ha, baribir. Ha, endi bir qaragin, oqidanmi, qizilidan olib chiqadi. Baribir emasmi? Nima farqi bor? Tur, endi bir qarab tur. Mayli. Bir qaragin. Mayli. Ye?
Sel salomingiz? 4 idishdan murabbo chiqyapti. Nima? Murabbo. Assalomu alaykum. Qaranglar. Hazlashmanglar. Ya qayoqqa? Murabbo. Qo'l bola murabbo. Buvam o'lganlariga 35 yil bo'ldi. 35 yildan beri o'sha ularni yozgan asarlarini kitob shakliga keltirib, ularni nomlarini abadiylashtirishga harakat qilib kelyaptilar. Hozirgi kunda odamlarning tashabbuslari bilan Abjamol yozgan asarlari, miniatyuralari, pyesalari 15 dan ortiq kitoblar chop etildi. 15 dan ortiq kitoblar. Undan tashqari odamlar o'zlari 7 ta avlod tarixini yozib, otam bilan suhbatlarim degan kitobni chiqardilar 2003-yilda. 2023-yilda buni qayta nashr qildirdilar. Odamlarni otalariga bo'lgan mehri, otalariga bo'lgan muhabbati, otalarini izidan ketib, ham yozuvchilik qobiliyati bo'lganligi sababli odam shu buvamni yozgan asarlarni halizgacha mana davom ettirib, chop ettirib, ruhlarni shod qilib yuribdilar. Odamlarni juda ham katta niyatlari bor. Shunga ham juda havasim keladi. Hozir men aytib o'tibdi, muzeylar ochaman, xudo xolasa. Abjamol muzeyi bo'ladi. Undan tashqari shu yozgan asarlari, pyesalaridan bitta kino oldiraman deydilar. 40 yildan beri shu bilan shug'ullanaman. Qani hayotingizni mazmuniga aylanibdi-da. Endi men hech shu ishlarni boshlaganimdan hech afsuslanmayman. Chunki o'sha narsa menga juda Alloh taoloni inoyati deymizmi yoki bo'lmasam Alloh taoloni xohishi bilan men shu ishga kirishib ketdim. O'sha odamlar albatta qilgan ishlarimdan juda mamnun bo'lsalar kerak. Arvohlari qo'llab turadi. Qo'llab turadi. Hamma vaqt shuni sezaman. Voljon, kesilla. Salomatmisiz? Sog'lik yaxshimi? Rahmat. Ahvol joyidami? Rahmat. Qani, bir pelak choydan ichsinlar. Rahmat. Sog'lik yaxshimi? Buni qarang. Hoshimjon aka, qiziq hodisa ro'y berdi. Qanday hodisa ro'y beribdi? Meni o'g'lim bilan sizning o'g'lingiz urishibdi. Iya. O'zlari sher yuragidilar-ku, ha? Voy, bolajon. Ko'nglimda sal qaltisroq tushiribdi-da. Bo'ladi. Jahli chiqqan paytda to'satdan tushib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ha, bola binasida bo'lmaydi. Rahmat. Haligi yig'lab kelib qolsa, u bu narsadan o'tib qo'yasiz. Bola o'zingizga, o'zingiz binasida o'tganingiz durustroq bo'ladi. Menga qarang. Kalta yegan sizning o'g'lingizda. Nima dedingiz? Qaltisroq tushiribdi deyapman-ku. Meni o'g'lim nima? Eng oxirgi vafot etadigan kunlari soat 5:30 edi. Bizni hamma qarindoshlar u mahallada tepalikda o'tirishibdi. Ertalab 5:30, kechqurun 5:30. 5:30 edi. O'zlariga pastga ayvon qilingan edi. Men hamma oldilarida o'tardim. Nimadir bo'ldi, hamma tepaga ayvonga qarab ketishdi. Unda to'g'rimga o'tirgin dedilar. O'tirdim. O'tiradigan derazani ochilganda, derazani o'tiradigan joyi bor. Och oynalarni dedilar. Ochdim. 23-avgust edi. 90-yil 23-avgust. Qarab o'tirdilar. Shunaqa qarab o'tirdilarki, shu bizni o'tirgan ukalarim, qarindosh o'g'illar tomonga. Ular ko'rmaydigan odam qarab o'tirdilar.
keyin o'zlarini shunaqa xotiralari yaxshi ediki, adashmadilar hech nimadan. Ustollar turardi, popkalar turardi. Qizim dedilar, mana bitta dedilar, mani popkam dedilar, Frunze Jo'rayevga beriladigan asar bor. Nashriyotda mana bu asar bor, menga aytdilar. Keyin o'shani tagida bitta pakka pichoq bor ekan, shuni olgin dedilar. Men oldim. Olma artganingda. Mani eslaysan? Mana shunaqa qarang, pakka pichoq manda turibdi. Olib berasizlar yoningizda haligacha. Uyda turadi, olib bermayman, yo'qotib qo'ymaydi. Uchta joyi ochiladi. Pakka hozir unaqa yo'q bo'lib ketgan. Shuni eng kichkina ukamga beraman deb yuraman. Keyin mana dedilar, senga gapiradigan gaplarim bor, menga yaqin o'tirgin dedilar. Endi onamdan, ukalarimdan xijolat chekdim. Men aytdim, endi men hozir bu gapni eshitsam, borib ularga nima deyman? Xo'p, otajon, xo'p, o'tir, shu bitta gapim bor senga dedilar. Vasiyatim nima gapim bor dedilar. Hozir kelaman deb shu yomon armon nima demoqchi edilar-yu, men eshitmay qoldim. Bordim-da, hammani chaqirib keldim. Shuncha yalindik, adajon nima demoqchi edingiz, adajon nima demoqchi edingiz? Hech nima demadilar. Hech nima dedi o'sha kuni albatta. Siz qolganlar ham armonda qolmasin degan niyatda qilgansiz. Ha, men endi o'shani o'zimni o'zim ichimni yeymanki, nima demoqchi edinglar, nima deb aytmoqchi ekan. Haligacha o'ylaysiz shuni? Albatta, mana shuncha yil bo'lib ketdi, bo'lmasa o'zingiz o'ylang, 90-yil, hozir 26-yil. O'shanda o'ylaysiz-da endi nima demoqchi ekanlar. Odamlar bor tirigida o'likdir. Odamlar bor o'lganda ham tirikdir. Al-Jamol Jamoliddin Asomiddinov nomi hali uzoq yillar uning oltin fondda saqlanayotgan asarlari orqali yashaydi. Ruhingiz shod bo'lsin.